Qur'on iqro deb tushgan kunisidan ta Rasululloh dunyodan ketganga qadar 23 yil jarayonida parcha tushdi. Rasulullohning hayotida Qur'on ikki muqovining o'rtasida tuplanish fursatiga ega bo'lmadi. Chunki tuplanmaydi. Chunki osmonning ishki uchuq har zamon oyat vahiylar tushib turadi. Bugun tuplasan aytsa buzdiga ish chiqadi qaytadan. Chunki oyat har zaman tushib turadi. Bu suraning tamomlarini o'qimaysa, qaysi sura bitdi buni bilmaysan sen. Ta Rasululloh dunyodan ketgandan keyin endi Qur'on tushdan to'xtadi deb qarab suralarni annoqim deya olaysa. Ma sura endi tugabdi, ma Qur'on endi tugadi, ma Qur'on endi tushdan tugadi deb an to'plash vaqti kelgan bo'ladi. Shunlashqa Rasulullohning davrida sahobalar o'zining hifzi yani özünün minisiga tayinib yodlagan ko'p sahobalar, nurg'un sahobalar üzde bağ bo'lgan, şu vaqt qulay bo'lgan vositalar, masalan, yog'och topsa, yog'och, hatto tuguning tog'oq so'ngaklari, bunda biraz hep Qur'on patidi ya, tog'oq so'ngaklari, hatto daraxtninki qovzoqlari deb qo'ymiz, masalan, ish qilib tosh, taxta degandek topolganligi narsaga xotir qoldirib saqlagan. Bunun muhimi sahobalar qalbida saqlagan. Endi Rasululloh dunyodan ketgandan keyin Umar radhiyallohu anhuninki ishorati bilan, ya'ni maslahati bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu davlat nomidan buyruq tushirib, Zayd ibn Sabitni mas'ul qilib Qur'on to'plash xizmatiga kirishgan. Menda bir muhim bir nuqtaning birisi bor. Zayd ibn Sabitning o'zi qori. Eng yaxshi qori, Rasulullohning katibi, vahiy yozuvchisi. Ammo Zayd ibn Sabit o'zini zapas shaklida olib qo'ygan. Yani Qur'on to'plashda zapas shaklida olib qo'ygan, o'zini hisob qilmagan. Buyruq tushaganki Qur'on meyli yodqa biladigan bo'lsin yoki Rasulullohning davrida yozib olgan bo'lsin, ish qilib Qur'on bog'la Qur'onni akasin deb buyruq tushirilgan masjidga. Zayd ibn Sabit buni yozg'ili tekkan. Her ekegen adam meyli hifzdan akasin, ya'ni o'zining yodlab olgandan akasin yoki yozib olgan yerdan akasin ikki odamning guvohligi bilan xotirlab Qur'on bir yil bo'lmagan, bir yil atrofidagi vaqtda to'planib bir yerga akilingan. Yani buningga sabab bo'lgan narsa shu vaqtlardagi janglarda şu qari Qur'onlar saflarning oldida mangadi, hozirgidagi qari Qur'onlar kelib o'tmaydi. Saflarning oldinga mangadi, janglarda o'sha qari Qur'onlarningki o'lib ketish ahvoli ko'p ko'rildi. Rasulullohning davrida biz bayat degandek sabablar tufayli Qur'on to'planishi mumkin emas. Qur'on to'planmagan. Qari Qur'onlar o'lib ketaversa, bu Qur'onninki zayoq ketish ehtimoli bor deb bu qo'rquv. Ya'ni bu bir Allohningki Umar radhiyallohu anhu solgan bir ilhomi. Abu Bakr radhiyallohu anhu g'inin qalbini Alloh bu fikrga ochdi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu bunga mas'ul qildi. Bayatdan qilgan uslub bilan. Ya'ni har odam o'zining Rasulullohdan mushu Qur'onni yodlab olgan oldida ekanligiga ishki guvochi, yoki mushni Rasulullohning oldida yozib olgan degan ishki guvochini akab turib, shunda aniqlab o'zi qori bir nuqta bor. O'zi qori, ammo boshqalardan inchiklash uchun ashta akab turib Qur'on tamomlandi. Alhamdulillah, Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida Qur'on bir qitim tamomlanib, xotir sifatida qo'yib qo'yildi, lekin qolgan ahvol shu bitimangdi. Toki Osmon radhiyallohu anhuning davriga kelgan vaqtida İslam dünyasının zemini kengaydi, dairesi kengaydi, Müslüman bo'lganlar kengaydi, bulupmu ecemlerden Müslüman bo'lganlar. Adat Müslüman bo'lgan her bir adam Qur'on o'rganib bilamiz buni biz. Qur'on o'rgangan vaqtida Qur'onning bir necha xil qiraati bo'ladi. Buni misol turib so'zlaymiz. Masalan, men bir xil qiraatni o'rgandim, yana birisi bir xil qiraatni o'rgandi. Ikkalarining qiraatida farq bo'ladi tabiiy, chunki men aqiraatni va maqiraatni o'rgangandan keyin. Andan jang maydonlarida askarlar bir yerga kelib to'planadi. Shu vaqtlarda bir ahvollar yuz bergan, hattoki birisi qilish ketir, chunki men o'qigan bo'lsa, menga faloni sahoba ketgan bo'lsa, menga pukuni sahoba ketgan bo'lsa deydigan. Musha ahvollarning oldini olish uchun Osmon radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida to'plangan shu Qur'onni asos qilib turib, Qur'onni ikki qitim ko'paytgan. Ko'chirib taqatgan. Ya'ni Qur'on tushgan 7 xil tildan tushgan. 7 xil tilligimiz arablarning 7 xil shivisidan tushgan. U to'g'riliq sal turib so'zlaymiz, bayatligimizdek. Buning ichida Qurayshning tili asos. Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida to'plangan Qur'onda shu 7 xil shivlarning hammani sig'dira oladigan shaklda to'plangan. Osmon radhiyallohu anhu qolganlarini amaldan qoldirib, Qurayshning tilini asos qilib turib, undan keyin Qur'onni qoldirib, qolgan Qur'onlarning hammani ko'ydirib o'tishga buyurib, shu Qur'onni 7 nusxaga, ba'zi qarashlarda 5 nusxaga ko'paytirib, shaharlarga, asosiy shaharlarga birdan qori bilan
billa avatib shu Qur'onni umumlashtirgan. Alhamdulillah, bugungi qadar bizning qo'limizdagi biz o'qiyotgan Qur'on shu Usmon roziyallohu anhu taqatgan Qur'onlardan ko'chirilib kelgan Qur'on.